olyapman. Butonni qo'yib yuboringlar. Tushundingmi? Bo'ldi. Tak, boyagi mavzu bilan hozirgi mavzuni zanjirlaymiz. Ya'ni birinchi navbatda qavsni yo'qotib olishimiz kerak. Qavs shunday tashaladimi yoki qarama-qarshiga o'zgaradi? Nima uchun o'zgarmaydi? Qavsda olti plus kelyapti. Tushunarli-ku ish. X kvadrat qo'shilgan 3x qo'shilgan 2 plus 2x kvadrat minus 3x plus 2. Ana endi Azizjon, sizga savolim, necha xat bu? Nechta xat? 3ta. Bu yoqda edi, bu yerda 3ta edi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta xat bor dedi. Endi biz ko'p xatni soddalashtirishimiz mumkin. Qisqartirib ham desak ham bo'ladi. Soddalashtirish. Soddalashtirish degani, avval tushunib olaylik. Soddalashtirish degani bir xil ko'rinishga ega bo'lganlar, bir xil ko'rinishga ega bo'lganlar yonma-yon yozamiz. O'zi shunday ham hisoblab ketsak ham bo'laveradi. X kvadrat qo'shilgan 2x kvadrat qo'shilgan 3x minus 3x plus 2 plus 2. Bu nima degani? Katta darajali bir xilliklar, darajasiz bir xilliklar va sonlar yonma-yon yoziladi. Nima uchun yonma-yon yozyapmiz musulmon? Hisob kitob qilishimiz uchun, ya'ni sodda bo'lish uchun. Ulug'bek, x kvadratdan nechta birinchisida? Bitta. X kvadratdan nechta bu yerda? O'rtada qo'shuv umumiy degan so'zni hisoblasak, umumiy nechta bo'ladi? 3x kvadrat. 3x dan nechta? 3x dan nechta? Minus 3 ta. X dan nechta? Minus. Qisqarib ketsa nima bo'ladi? 0. Plus soddalashtirildi. Boshqa soddalashtirib bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Mana shu biz standart deymiz. Oxirgisi umuman qisqartirib bo'lmaydiganini standart holat deymiz. Tushunarli bo'ldi? Ketdik. 6-siga o'tdik. 4 qo'shilgan 5b minus 3a minus 8b. Endi muslima qavsni oldida minus kelyapti. Ta'sir qiladimi, qilmaydimi? Ta'sir qiladi. Endi qizimiz o'zi gapirsin-da. Ketdik. Minus 3a plus 8b. Endi hisob kitobda ikki xil hisob kitob qilinadi. Qaranglar, guruhlab yoki to'g'ridan-to'g'ri. Guruhlab nima degani? Mana bu guruhlab degani. Tarqoq holatda turganini guruh olyapti. Ya'ni x kvadrat bilan, x bilan, x yo'q bilan. Mana bu tarqoq holatda turibdimi? Ko'z harakating bilan ham hisob kitob qilishing mumkin. Ya'ni 4a dan 5b ga qo'sha olamizmi? Yo'q. Nega? Bir xil harf emas-da. Xuddiki anor bex degan. 4 ta anordan 3 ta anorni ayirsan nechta anor qoladi? Bitta anor, 5 ta bexiga 8 ta bexini qo'shsan 13 ta bex. Mana shu bizda standart shakli deyiladi. Tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'ldimi, Ulug'? Ulug', Muhammadjon. Doston. So'z 3a ni yonida minus turgani uchun 4 dan ayrilmoqchi. Bu yerda qarab, adan nechta edi? 4 ta. Adan nechtani ayryapsiz? 3 tani ayryapsiz. Qizimiz qimirlayapti, o'zi keyin video ko'rganda kalasi qiladi deb bo'ladi. O'n bir. Tak, ket. Minus turibdi. O'zgaradi nimaga? Qavsni tashlamoqchiman qarama-qarshisiga. Marhamat, ayting, aziz. 3y kvadrat minus xy plus x kvadrat. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Endi nima bilan nima qisqaradi? Ko'z harakati bilan yoki guruhlab olamizmi? X kvadrat bilan x kvadrat. Ikkita xy-dan nechta xy ayryapsiz? Nechta qoladi? xy minus 3y kvadrat. Tushunarli bo'ldimi? To'shla tushunlaring. Ketdik. 15. Tak, meni Mahmud degan ukam bor.
minus x kvadrat. Yo'q. Minus. Shunday ochiladi bu. Qolgan tez yozgan sababi na qaos, na boshqa narsa bor. To'g'ri tez yozdik, ochdik. Qaranglar. Hisob kitobda qanday hisoblaymiz desa, Muslima, diqqat qiling. Minus x kvadrat bor, bu yerda qidirasiz, x kvadratini borini qidirasiz. 3x kvadratdan parasitni qilasizda, ayirishda. 3 dan 1 ni ayiryapman degan. Necha? X kvadrat. Zo'r, 2x kvadrat. Qaysi birini ishorasi yozildi desa, kattasini ishorasi. Labbay? Minus qaranglar. Shunaqasini qidiryapman. Nechta qidirdim? Qarang. X y dan nechta? Nechta x y dan? Bitta, ikkita bo'ldimi? Bu bilan nima bo'ladi? 0 bo'ladi. Qisqardi degan nima qoldi? 2 qoldi. Plus y kvadrat. Tamam. Tushunardim? Hamma tushundimi? Navbatdagi. 20'si. 20'si. Minus 2 x kvadrat qo'shilgan 3xy minus y kvadrat qo'shilgan 3 qavchida x kvadrat minus y kvadrat. Endi yozganimizda. Marhamat qizim, siz yordam beringiz, nima ish qilay? Muxlis. Minus 2 qavs ichiga ko'paytirib chiqamiz. Qanday bo'ladi qizim? Minus 2 Minus 2 x kvadrat minus 6xy 6xy plus 2y kvadrat 2y kvadrat plus 3x kvadrat plus 3y kvadrat. Ya'ni biz xatma-xat ochishni o'rgatdik. Tashqarida keldim, so'rashudim har bittalaringdan, xayrlashaman har bittalaringdan. Tushuntira oldimmi? Xuddiki minus 2 har biri bilan so'rashdi, 3 har biri bilan so'rashdi degan. Biz buni xatma-xat ochish deymiz. Tushunarlimi? Endi hisob kitobda qanday hisoblaymiz? X kvadrat borini qidirishda boshlayman. X kvadratni borlari qanaqa bo'lyapti? Minus 2x kvadrat bo'lyapti aslida. Plus 3x kvadrat. Azjon. 3x kvadratdan 2x kvadratni ayirsak nima bo'ladi? X kvadrat minus 6xy bormi? Ya'ni xy ga o'z yozdi. To'g'rimi? Chalkashmayman desang, o'chirib chiq. Foydalanganlaringni o'chirib chiq. Qisqartirmading, prosta o'chirib chiq deyapman. Qimmat ko'ryapsan. Plus 5y kvadrat. Soddalashadimi? Ko'payib uchiga ajratish mumkin, lekin soddalashmaydi shu holat. Ko'pchilik xato qilib qo'yadi, bilasizlarmi? Oldidagi 1 ga minus 6 ni hisoblab qo'yadi. Minus 5x kvadrat x ko'paytirilgan y deyiladi. Yo'q. Bu boshqa dunyo, bu boshqa dunyo degani. Tushunarlimi? Navbatdan keyin. Ya Alloh. Diqqat qilinglar. 28 da yordam beradi. Samandar. Xohlasangiz, endi hammasi 12 asrdaku, uni kasrga o'tkazish shart emas. Yaxshi taklif qildingiz. Ketdik bolam, ayting. Ya nima qilasiz? Menga shuni ayting, nima qanday qilib ishlaysiz? Qavsni oching, ketdik. 0.18 2 Ko'paytirilgan degan so'z ishlating. ko'paytirilgan. Ko'paytirsangiz necha bo'ladi? 1.6 a bo'ladi. Minus ketdik bo'ladi. Yo'q. Yo'q, xato. Nimaga ko'paytiryapsiz? 0.8 da bo'lmasa mana shunday ko'paytiriladi. Tushunarli bo'ldimi? 2.4 minus 1.2 a minus 1.2 da, to'g'rimi? Zo'r. Plus ketdik. 2,5 ni 2 ko'paytirishadi. 5 a plus 2,5 bo'lmay? Zo'r. Endi nimani qidiramiz? Qaysi harfni qidiramiz? A'larni qidiramiz. A'ni tagiga chizib qo'ysalaring ham mayli, chalkashmaslik uchun. 1.6 A dan 1.2 ani ayirsa.
0.4 a ga 5.5 qo'shsak. Zo'r. Ketdik qaraydi. Ikkinchi chizma. Minus 2.4 plus 1.2 minus 1.2 ga qo'shyapman 2.5 bani. Yo'q, nimaga 1.10dan 3. Zo'r. Bu ikkalasini qo'sha olamanmi? Yo'q. Nega? Har xil harflarda bor. O'zi qoladi bu. Navbatdagi kimdan so'rasam bo'ladi? 36. O'zi ichagi bir urib qoldi. Hayt babalar. Ketdik, ayting. Bibi so'ra, siz kim navbatdan? 3x kvadrat plus молодец, 5 şey. Mana sizga deyman. Ey, 6x y bo'ladi. Nimaga 6x? 5 dedik. Nima bu? Ketdik, ayting. Minus 8xy. Qoidani Muslima siz uchun eslatib beradi. Qaytaring, qoida nima edi qizim? Qavsdan tashqarida minus kelsa? Qavsdan oldin minus kelsa, anaqa ichkaridagi ochayotganimizda qarshi bo'ladi. Eslab qolinglar. Ketdik. Qisqaraydigani bormi? Ya'ni 3x kvadrat. Bormi x kvadrat? Nima bor? 6xy bilan 8xy ayrilyapti. Nima bo'ladi? Minus 2xy minus 4y kvadrat. Yo'q, yana qisqarsa aytinglar birontasi bilan, qisqarmaydi. Bibisora sizga havasdaman. Zo'r ketyapsiz. Sizga sal qiyinrog'ini beraman, Bibisora. A minus 2 2a kvadrat minus 3a minus 4. Ketdik. Sizlar ko'paytirishda qanaqa ko'paytirasiz shuni? alohida, ikkilar alohida ko'paytirish qiladi. Ana do'stga qarasam, juda ham to'g'ri aytdilar. Ikki xil ko'paytirish bor-da. Ikki xil ko'paytirish. Buni bitta son, mana bunga o'xshagan bitta sonni qabul qilishimiz mumkin. 3x da ko'paytirganimizni har biriga ko'paytirdik-ku. Mana bu qavsda ikki xil ko'paytirish degani qaysi birini zo'r tushunsang, shundan foydalan deyman. Birinchi tushuntirishni o'rgataman. Tashqarida mana birinchi qavsda birinchi a turibdi, to'g'rimi? Keyingi qavsda nechta xat bor? Har biriga ko'paytiriladi. Minus 2 nima qilamiz desa, minus 2 ni qaranglar. Bu men usulim. Murakkabroq usulda ko'proq ketadi-da. Eng xato qiladigan narsani aytaman. Abituriyentlar eng ko'p xato nima qiladi? Eng katta xatosi ko'paytiradi, qaranglar. 2a kub ko'paytiryapti, ya'ni minus 3a kvadrat ko'paytiryapti, plus 4a. Mana shu yerda qaranglar. 4a rahmat. Mana shu yerda keyingisini yozishda kumush qiynaladi. Qanday bilasizmi? Bunday qiladi. 4a kvadrat minus 6a plus 8 bo'ladi. Nima xato keldi? Ishorada yana nimada xato keldi? Minus olmaydi. O'rtadagi ishora qolib ketdi. Tushuntira oldimmi? Men taklif kiritaman, bolalar deyman. A minus 2 ni aytib qizimiz. A minus 2 ni da har biriga ko'paytirib yuborsak, ya'ni bitta qavs deb pastga yozaman. A minus 2 2a kvadrat minus 3a plus 4. Bunga qaranglar. Mana buni bitta yaxlit o'ylayapman, bunga ko'paytirib yuboraman. 2a kvadrat a minus 2 minus 3a a minus 2 plus 4a minus 2. Buni afzalligi nimaga
bu usul afzal degan savol kelganda, yo'q. Ketma-ket darajalar nima bo'ldi bola? Mana bunga o'xshab tartiblab o'tirmaymizda, boshi oxirida. To'g'ridan to'g'ri kelib chiqadi. Ya'ni buni bugun ko'paytirsa 2a ko'p. Hozir mana shunga o'xshagan misolda ishlanadi. Minus 4a kvadrat minus necha bo'ladi bu? 3 kvadrat. 3a kvadrat minus 6a minus 4a minus 8. 2a kub minus 7a kvadrat minus 10a minus 8. E'tibor berdilaringmi? Guruhlangan holatda turibdi. Yonma-yon. Bu holatdan ko'paytirayotganlaringni yonma-yon turadi bir xillikda. Tartiblab o'tirmaymiz. Buni bu yoqqa ol, buni bu yoqqa ko'chir deb. Mana endi hozir nima ish qildik? Mana guruhladik qaranglar. X kvadrat minus 3x minus 2 edi, minus 2x kvadrat minus 3x plus 2 edi, to'g'rimi? X kvadratni yoniga, x'i borni yoniga, x yo'g'ini yoniga qo'yib qo'ydik. Bunda tayyor kelyapti. Yonma-yon kelyapti. Endi bu bilan ishlab ko'rasizlar qaranglar. Xatma-xat ko'paytirgan. 2a kvadrat kechirasiz. 2a kub minus 3a kvadrat plus 4a minus 4a kvadrat plus qarama-qarshi degan so'zlar bu qizim. Xuddiki qavsdan tashqari, mana qavsdan tashqarida minus 2 turibdi. Qarama-qarshisiga o'zgarish kerak. 6a minus 8. Tartibsiz turibdimi? Qaranglar, tartibsiz turibdimi? Hisob kitobda qanday tartiblaymiz? Yonma-yon. 2a kub boshqa yo'q. Minus 3a kvadrat minus 4a kvadrat plus 4a plus 6a minus 8. Mana bir xil aynan. To'g'rimi? To'g'rimi? Qaysi biri qulay bo'lsa o'shandan ketdik. Qaysi biri qulay bo'lsa. Qizim, qaysi bir usulni tushundingiz? Xatma-xat ochishmi yoki qavsda bitta kirgizib yuborishmi? Ikkalasini ham qaysi birini taxlaysiz unda? Ikkinchisinimi, birinchisini? Ikkinchisini. Buni demak gapda bitta sonda qabul qilasiz. Ketdik, ayting. Ulug'bek eshitmayapsiz. Buni ham javob. A kub ko'paytirilgan a minus 5 Zo'r. plus 5a kvadrat a minus 5 Zo'r. 25a a minus 5 Zo'r. 125 a minus 5. A minus 5. Mana shu уже tartibli chiqadi. Sinab ko'ramiz. A kubga nimani ko'paytirasiz? Necha bo'ladi? A kub Minus 5 plus yo'q, qandaysiga 5 plus? Xatma-xat ko'paytirmadingiz qizim? ha 5a kub Aha, plus. plus 5a Aha. minus 5 yo'q 25a kvadrat plus 25a kvadrat minus 125a o'zi plus 125a minus 625. Rahmat. Muslima qayergadir tushunmadingizda sizda? Tushunyapman. To'shna. Qayerga tushunmadlaring Yorjon? Azizjon. To'shna. Qarang, yonma-yon bo'lib qoldimi qizim? Yonma-yon bo'lib qoldimi? Ko'rmayaptimi? Bu bilan bu hisob kitob uchun yonma-yon bo'lib qoldimi? Bu bilan go'zal qizim, yonma-yon bo'lib qoldimi? Gafaroy. Nimalar qoladi hozir? Qisqarib ketadi bular. Nima qoladi? Qisqarmayotgan narsa muslima, muxlisa. Tushunarli bo'ldim. Tushunarli bo'ldim. Marhamat qilib, yozuvaylar. Deb qorni ushlab endi ichakni kuldirib. Kulasam dedi. Zo'r kular ekan. Shuncha bor ekan bola. Bu yerda